Odamlarning qiyomati, hisob kitobi yaqinlashganligini mana fan doktorlari ham o'zlari isbotlab o'tirishdi. Mana yaqin kunlarda dengiz okeanining suvi yer yadrosiga yaqinlashib qolganligini aytishyapti. Ayrimlari taqribiy misol bilan dengiz okeanlarining suvi yer yadrosiga 5 kilometr qolganligini aytishyapti. Этот разрыв произойдет с вероятностью 99,9% в районе Марианской впадины. Именно там фиксируют глубокофокусные землетрясения. И именно там самая тонкая кора на планете. Всего 5 километров. Dengiz suvi yadroga tegadigan bo'lsa nima bo'lishligini bilasizmi? Dengiz suvi yadroga tegsa, gulxanga benzin sochgandek bo'lib portlab ketadi. Yer yuzida shunday bir katta portlashlik bo'ladiki, odamlarni qiyomat soati ustiga qoyim bo'ladi.